Biz bugun ertalab soat vaqtli 11dan dadamlarga ketdik. Muhammad Solihni majburlatibdan uyg'otdim. Judayam ko'p uxladi. Men uyg'otmaganimcha turmadi. Oxiri televizorni yoqib, majburlatibdan uyg'otdim. Bir kun oldin kechqurun yiqilib tushgan edi o'g'lim. Kechasi 1da kasha tayyorlagani chiqib ketsam, divandan dumalab tushib ketibdi. Ishonasizlarmi? Shunday yuragim qinidan chiqib ketdi-da qizlar. Qo'llarim даже qaltirab qoldi-da. Shunday o'zimga o'zim jo'rayib faqatdan ham kasha tayyorlagani chiqib ketdim deb shu bilan o'g'lim ikkinchi marta divandan yiqilib tushyapti. 9 oyligida bir marta yiqilganda oyoqchasi sinib qolgan. Endi bu ikkinchi marta yiqilishi, xudoga shukur hech nima qilmadi-yu, lekin baribir to'g'risi judayam qo'rqib ketdik xo'jayinimlar bilan. O'g'lim bitta erkatoy bo'lgani uchun baribir asragan ko'ziga cho'p kiradi deydi-yu, xuddi shunaqa ekanda. Biz baribir ehtiyotlab, asrab, avaylagan sari kirib bo'lib qoladi. O'zidan o'zi ichi ketib qoladi. Shunaqa bir joylarda yiqilib tushadi o'g'lim. Shunaqa qilib endi katta qilib olamiz deb o'zimizga o'zimiz yana aytib qo'yamiz. Keyin qabristonga keldik. Undan oldin uydagilar bilan baliqqa kirdik birinchi bo'lib. Obed qilib oldik. Baliqlarni yeb olib, belni baqavat qilib, keyin qabristonga keldik. Buvim va o'g'lim Muhammad Xolidni ziyorat qilish uchun keldik. Qabriston shunaqangi jimjit, shunaqa sokin. Qushlarda sayragani eshitilyapti-da. Misol oddiy ko'chada yursangiz shunaqa darajada eshitilmaydi-da. Qushlar sayragani qabristonda shunaqangi chiroyli sayrayapti-da qushlar ham. Men o'zim hamcha qizlar uncha ahamiyat bermadim. Mana bu olgan videolarimni bittalab ko'rib tursam eshitildi-da. Misol biz ovozimizdan даже qushlar ovozi baland chiqyapti. Chiriq bo'lib shunaqangi sokinda, o'ta tinch joy qabriston haqiqatdan ham. Katta singlim keyin bu qabrlarini shipirib tozalab qo'ydi. Men shipiray desam Muhammad Solih hech kimga ko'nmadi. Va har doimgidek katta singlim o'zi shipirib tozalab qo'ydi. Shamol yomg'irlardan keyin ustim bari chang bo'lib ketgan ekan. Artib chiroyli qilib qo'ydi. Biz ungacha singlimi katta o'g'lim Muhammad Amin bilan o'g'lim Muhammad Xolidni qabriga borib, aytdiyam birov nazar tashlab Qur'on o'qib keldik. Muhammad Solih bilan borib akachasini ko'rib keldik. O'sha paytda ishonasizlarmi qizlar, xayolimda 2023-yil 10-dekabrda Muhammad Xolidim o'tgan bo'lsa, xayolimda o'sha paytda kabutta o'sha kunlar tugamasdi-da. Bu yomon kunlar men nazarimda hech qachon tugamaygandek tuyulardi. Alhamdulillah o'sha kunlar o'tib ketdi. Alloh shunaqangi chiroyli sabr berib qo'yar ekan qizlar. Qanday sabr qilganingizni, qanday o'tib ketganini bilmay qolasiz ekanda. Hammasi o'tib ketdi. Xudoga shukr, hozir o'g'limiz bor yana bitta Muhammad Solih. Shunisiga shukr qilaman. Biz inshaalloh jannatlarda Muhammad Xolid bilan ko'rishishimizga ishonaman. Mana bu injiq Muhammad Solih opoqisida dot voy dot deb yig'layapti.